Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilgan o'sha QTJ 428 modeldagi ustanovka jarayoniga yetib keldik o'z jamoalarimizdan. Agar sizlarga mana shunaqa shlakablik uskunalar kerak bo'lsa, sizlarni xor ofisimizda kutib qolamiz. Operator, kamerani yaqinroq olib keling, endi tushuntirib boraylik, ichlariga nimalar kiradi, nimalarni berdik. Bir boshdan tushuntirib boramiz. Keling. Mana ko'rib turibsizlar, hurmatli kuzatuvchilar. İşlari polni tushgun bo'lgan. Даже mana bu shebenni aylantiradigan nimasi ham purut bo'lgan ichi. Oddiy temir emas, ichi quyma, purut. Motorlarimiz 11 kilovatlik bo'ladi. Reduktorlarimiz ham kattalardan, mashinasidan. Lentalarimiz 6 metrlik. Lentani ham buni ham kachspindan qo'yilgan. Buni ham har xili bor. Buni ham sifatlisidan qo'yilgan. Zakas. Mana bunisi shit upravleniyasi. Mana shuncha narsa, mana shuni o'zi boshqarib beradi. Soatiga bu 400 donadan 500 donagacha spokойно shlakablik ishlab chiqarish bo'ladi. Anaqa. Mana bu ham ko'rsatib o'ting. Hozir yongan, xudo xolasa hozir ustanovka jarayoni tugadi-ku, yana ishlash jarayonlarini ham qo'yib boramiz. Qoliplarimiz qanaqa matrica bo'lishidan qat'iy nazar luboydan qo'yib berib bilamiz. Qo'shimchasida yana bitta qolibi ham bo'ladi. O'zi ishlash jarayoniga yetib keldik. Agar sizlarga shlakablik uskunalar kerak bo'lsa, sizlarni Buxoro shahar, Buxoro ofisida kutib qolamiz. Manzilimiz Karon bozor chorrahadan o'tgandan keyin Moxossanning o'zida joylashgan joyimiz. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, ishlash jarayoni boshlandi. Xudo xolasa. Usta akamiz ustanovka jarayonlarini ham bo'ldilar, xudo xolasa. O'zi ishlash jarayoniga yetib keldik. Ishlatib ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Qolip matrisalari. Sobobo, endi bundan necha lapotka tashlaysiz? Necha lapotka tashlaysiz? 100 lapotka, ha? Bunda 100 lapotka tashlalar ekan. Bir mishalkamizga mana shu bir qop sement ketadi. Yana 50 lapotka tashaladi, 50 lapotka tashalgan edi. 100 lapotkasiga bir qop sement. Xudo xolasana. Bloklarimiz chiqdi. Usta akamiz razmerlarga qo'yib o'lchash jarayoniga. Kimga mana shunaqa sifatli uskuna kerak bo'lsa, tanlovda adashmanglar. Va bizlarni kuzatishda davom etaveringlar. Pishkira tart qo'yib qo'yadi. Bloklar. Mana suvni keyin regirovka qilsangiz bo'ladi aka. Ozgina suv kamaygan. Quruqroq bo'lib chiqibdi. Kimga mana shunaqa shlakablik uskunalar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaveringlar. Dastavka ustanovkalaridan yetkazib
o'rgatishi bilan o'rgatib kelamiz. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, ana Haydar akamiz bilan o'tiribmiz. Qashqadaryo Chiroqchi tumanidagi sotilgan uskunamiz yonida. Kimga mana shunaqa sifatli uskunalar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishlarini so'rab qolamiz. Haydar aka, qanday? Sizga va'da qilganimizdek dastavkasi, ustanovkalari hammasi bo'ldimi? Nima deysiz? Hammasi bo'ldi, rahmat sizlarga. Mana ko'ngildagidek bo'ldi, sifatli ishlar, yaxshi, rahmat. Siz bizani ishxonamizdan yoki ustalarimizdan, bizani o'zimizdan ham siz rozimisiz? Rozi, albatta rozimiz. Rahmat sizlarga. Sizga bir og'iz telefon qildik, bir og'iz telefoningizga yetkazib berdik. To'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Sizga misol keling bizani yonimizga nima deb chaqirmadik ham. Bir og'iz aytgan gapingiz bilan vaqti keldi, mana bajarib berdilar 100%. Mana ishlar zo'r, rahmat. Ustanok zo'r. Xudo xolasa mana endi ishni boshlaymiz. Nasib xudo xolasa. Haydar aka, shu uskunalar sizning yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Nimaiki niyat qilgan bo'lsangiz, niyatingizga erishing akajon. Kimga mana shunaqa sifatli uskunalar kerak bo'lsa, bizdan kuzatishda davom etinglar.